Öy-joy remonti bo'yicha ta'mirdan kreditimiz bor. 10 yil beriladi. 200 milliongacha eng maksimal summasi. Yaqin qarindoshlar o'rtasida bo'lsa ham bo'ladi. Uy-joy masalan siz oldingizda bo'lsa, xotiningiz ham olib keladi. Siz oyliqingiz bo'lmasa, xotiningizniki bo'lsa shu olib keladi. Ya siz ishlab joy xotiningiz oldinda bo'lsa, bu olmasa bo'ladi. Bolalarning oldidan ham bo'ladi. 200 milyon ay. 200 milliongacha 10 yil. Imtiyozli davri yo'q. Har oyda pul grafikda to'layverasiz. 200 milyon olsangiz 4 milliondan o'sib tushadi oylik grafikga. 4 million 200 o'rtalar tushib boradi. Plastikka tashakkarlar hammasi bir tashakar. 100%. Endi bir joydan keyin borib ko'riladi aytilgan ish. Boshqa borib ko'riladi, remont etajagilari, nima uyga qadar ko'riladi. Bo'ladi. Uyni baholaymiz, shu baholashini 40% narsa beradi. 100 million qo'yib bo'lsa 40 million beradi remontlarga. 500 million qo'yib 24% dan 10 yil beradi. Uyga oladi, sug'urta etiladi. Baholaymiz. Mashinasi asosan bo'ladi, uy-joy remontidan kerak bo'lsa. Yetishtirib yurishadi bo'lsa. Keyin ikkilamchi, birlamchi ham bor. Birlamchi kreditimiz 17% dan 20 yil. Ikkilamchimiz 21,5% dan 20 yil. Qolganini asosan bo'ladi, ishchidan ham, ishlaydigan ham beriladi. Ishlaydigan